Opamiz 20 yil oldin 13 yoshlilarda kolodezga tushib ketganlar, 20 yil davomida har xil og'riqlar bilan kurashib kelganlar. Bormagan mutaxassislari qolmagan. 3 kun oldin bizga lecheniyaga keldilar. 3 kunlik lecheniyadan keyin fikrlar bilan bo'lishadilar. Kuldirib qo'yganinglarga avvalo Allohga shukr qilaman. Hammanglar doktorimiz ham zo'r ekanlar. Men bu yerga kelganimda yura olmasdan kelgandim. To'g'rirog'i o'tirolmasdim umuman. O'zim bilan постоянно saboy taburetka olib yuraman. Dash o'tirolmasdim. Hozir mana 4-kun bemalol o'tiryapman. Kechqurun yaxshi uxlayapman. Egilganman. Dash egilib sochlarimni ham yuvolmas edim. To'g'rirog'i va shu tijilo состояние bilan kelgandim. Mana hozir bemalol yuribman, yotibman. Shu umurtqamda nerv qisilganmi, ish qilib qiyshayib qolgan ekan. 13 yoshimda kolodezga tushib ketganim sababli. Hozir juda ham yaxshiman, o'zimni yaxshi his qilaman. Уже men shokdaman hozir tuzalib qolganimga. Yana ham yaxshi bo'lib ketsam kerak inshaalloh. Xursandmisiz? Sizga lecheniya olib. Chunki o'zim shokdaman, hali o'zim kelganim yo'q. Shu umurtqam bo'yicha yurib qolganimga, o'tirib qolganimga, даже o'zim naskim kiyolmasdim. Ko'rsatib berishim mumkin. Shuna qilib mana oyog'imni chiqara olmayman. Men u oyog'imni ko'tara olmasdim hech qachon. Bu 20 yildan beri oyog'ini bu yoqqa chiqarib olish men uchun anaqa edi. Ham xayolida o'sha mo'jiza, o'sha oyog'ini o'zim olib kiyishim. Chunki farzandim kiydirib qo'yardim. Oyoq kiyimni. Kamidingiz tuzalishingizga ishonib keluvdingiz. Chunki men umidimni yo'qotgandim. Hozir gapirolmayman o'sha. Biz ham sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Yordam berganimizdan ham xursandmiz. Ilohim shifoli bo'lsin. Ikkinchi kursga kutamiz. Inshaalloh yaxshi Sog' bo'ling, tavsiyalarimizni bajarib turing. Kelinglar, kim shu umurtqa kasali bilan qiynalayotgan bo'lsa, kelsin, davosini topishadi. Qo'llari va beto'y ekan, zo'r ekan. Shunaqa chiroyli bosib massaj qilib qo'yishadi. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, rahmat sizga. Bemorimizning fikrlarini eshitdinglar. Sizlarda ham shunaqa doimiy og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, Skelet klinikasiga kelishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar. Like bilan podpiskani unutmaymiz. Videoni yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz.